So'nggi vaqtlarda bolalar orasida tasodifan yutilgan begona jismlar, xususan litiy-ionli batareyka va tangalar tufayli yuzaga kelayotgan favqulodda holatlar ko'paymoqda. Afsuski, bunday hodisalar hayot uchun xavfli asoratlarga, hattoki o'limga ham olib kelishi mumkin. Shifokorlar esa ota-onalarni yanada hushyor bo'lishga chaqirmoqda, chunki bu kabi xavflarning oldini olish avvalo e'tibordan boshlanadi. Muxbirimiz Muhammad Amir Hayotzoda ayni mavzuga oid holatlarni o'rgandi. Ushbu qo'limda turgan 1000 so'mlik tanga kuni kecha 4 yoshli bolaning oshqozonidan chiqarib olingan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga kuniga 10 ga yaqin ana shunday bemorlar murojaat qilishadi. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, tangadan tashqari yosh bolalar batareykalarni ham yutib yuborishmoqda. Oshib boryapti. Bir kunda 5 tagacha hodisalar kuzatilyapti, ya'ni yiliga 500 tagacha to'g'ri kelyapti. Tilagichli, ya'ni batareykalar tiqilib qolib, plus minusli ionlarini shilliq qavatga tegan holda uni ionlanish bo'ladi. U elektroquvvatlagich tabiiy devorlarni kuydirishga olib keladi. Bu kuydirishlar yuzaki, chuqur kuydirishlar bo'ladi. Ya'ni devorlarni teshishgacha olib keladi, ko'p vaqt qolib ketsa. Shuni eng xavfli omillari shu qizil o'ngachni shilliq qavatlarni kuydirish hisoblanadi. Bir do'kondan xarid qilamiz, bizga hozir tanga pulini qaytim sifatida berishadi va biz uni cho'nchagimizdagi yukni stol ustiga qo'yamiz, podakonlikka qo'yamiz. Uyda yosh bolalarimiz bor, farzandlarimiz ularni olishadi. Uni rangiga, ya'ni uni yaltiroqligiga ahamiyat berib ushlab ko'radi. Ya'ni ayniqsa 1 yosh, 1,5 yoshli bolalar uni ushlab ko'radi, og'ziga solib ko'radi va bilmagan holda yutib yuboradi. 1 dan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar asosan qiziquvchan bo'lishadi. Shu sababli ham ota-onalar tomonidan sergaklik oshirilishi zarur. Sababi mana shunday buyumlar yosh bolalarning organizmiga tushganidan so'ng ko'p hollarda nafas yo'llarini yopib qo'yadi. Buning ortidan hattoki o'lim holatlari ham kelib chiqishi mumkin. Asoratlar olib keladi. Ya'ni pnevmodiastinomda yiring yig'ilishi, ko'ksaroqlig'ida yengil yig'ilishi, qon, ya'ni katta magistral qon tomirlarining yorilishi, nafas tizimida o'pkani sathi, ya'ni sig'imini butunligi buzilgan natijasida o'sha joyda havo yig'ilishlari olib kelinadi. O'limga olib keladimi bu? Albatta, bu aytib o'tgan asoratlar hammasi o'limgacha olib keladi. Farzandingiz bilan noxush holatlar sodir bo'lmasligi uchun bunday buyumlarni ulardan uzoqroqga yoki yashirib qo'yish zarur. Shifokor bu borada ota-onalarni ham qattiq ogohlantirdi. Dolzarb narsa bo'lib, nafaqat tanga, ya'ni tangasimon narsalar, yaltiroq buyumlar, magnitlar, ignasimon jismlar va ko'pgina organik, noorganik predmetlarning mayda qismlari nafas yo'lini to'liq yopish imkoniyatiga ega. Ana shuni oldini olgan holda mayda predmetlar, uy jihozlari, onalar, kelinlar, buvilar hammasini zeriklikka chaqirib qolamiz. Bugungi kunda markazga 10 ga yaqin ana shunday bemorlar tezkor ravishda olib kelinadi. Ularga yordam ko'rsatib, joni saqlab qolinadi ham. Ammo bu borada barcha mas'uliyat ota-onalarning bo'ynida. Holat ayanchli yakun topmasligi uchun ularga ko'z-quloq bo'ling. Ana shunday dolzarb mavzularni biz bilan birgalikda kuzatib boring. Muhammad Amir Hayotzoda, Farhod Po'latov, Hudud informatsion dasturi uchun.